Siro chekan mashinalarimi? Nima qilyaptilar bu yerda? Yo'la-ku. Haydab ko'rsammikan bitta? Bilmasalar kerak. Xo'p, mayli. Nima qilyapti bu yerda u? Hozir telefon qilaman. Voy! Nima qilib qo'ydim? Siroch aka? Hazillashmang Siroch aka. Men endi yoshimim xazon bo'ladi, qamalib ketaman. Yordam beringlar, nima qilish kerak? Sun'iy nafas berish kerak, sun'iy nafas. Sun'iy nafas? Sun'iy nafas? Hazillashmang. Ketdim. Aldoqchi. Hazillashdim. To'xta, qatga. Nima qilsa bo'ladi bu qizsa? To'xta. Quyosh otmasa otmasin, kun botmasa botmasin, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Mayli osmon yig'lasa yig'lasin, sen yig'lamagin gulim, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz bu yerda? Seni kutyapman. Qayerdan bildingiz chiqishimni? Men ko'p narsani bilaman. Sen qachon nima qilishingni men bilaman. Senga. Nima qilaman buni? Yeysan? O'qitib kelyapsizmi? Nima o'qitaman? Sevib qolsin deb. Nima qilaman rasxod qilib? Baribir sevasan-ku meni. Voy. Menmi? Sizni? Voy. Men o'qigan qiz, shuncha tilni bilaman. Kelib quruvchini yaxshi ko'ramanmi? Yo'q-ey. Qaysi tillarni bilasiz? Ingliz tili, rus tili, turk tili. Ishonmayman. Voy, nima ishonmaysiz? Siz rus tilini ham bilmasangiz kerak. Bo'pti, ingliz tilida. You are my life. Nima degani? Meni hayotimsiz. Shuni ham bilmaysizmi? Ko'rding? O'zing tan olding sevishingni. Boring-e. Qatga. Voy. Sevmani hammadan ham ko'p. Ko'ksimga boshing qo'yib op. Sonmayli jonim so'ra xo'p. Keyin meni oshiqligim ko'p. Sen uylansam menga foyda bo'lar ekan-a? Nimaga? Etika, estetikani bilar ekansan-a? Yashashni mendan o'rganasiz-da. Yashashni? Men senga uylanaman. Doda? Men sizga tegmayman. Nega? Siz to'g'ri kelmaysiz chunki menga. Nimam to'g'ri kelmaydi? Bilasizmi, men hali beri erga tegmayman. Undan keyin men chet elga erga tegmoqchiman. Chet elliklarga. Nimaga qizlar chet elliklarga erga tegishga qiziqadi? Chunki ularda qaynona-qaynota bo'lmaydi. Qaynonani xizmatini qilish kerak degan narsa bo'lmaydi. Bizani o'zbekchilikda bilasizku, ertalab voqli tur, spir, ish qil, obed qil, ovqat qil. O'qigan qiz ekansan-u, lekin qovoq miya ekansan. Yo'q. Chet ellikga erga tegding. Xo'p. Ertalab uxlaysan. Tursang ering choy tayyorlab qo'yadi. Farzandlaring tug'ildi ham deylik. Xo'p. Yillar o'tdi. Seni ham yoshing katta bo'lib qoldi. U farzandlaring seni tashlab chiqib ketadi. Nega meni tashlab chiqib ketar ekan? Chunki seni ering ota-onasini tashlab chiqib ketgan. Sen xizmat qilmayman deyapsan-ku. Seni farzandlaring, seni kelining nimaga senga xizmat qilish kerak? Keyin nima bo'ladi? Oddiy misol, kasal bo'lding. Xo'p. Kasalxonaga qo'shnilaring, qarindosh urug'ga o'xshab boradimi? Ularni iti bo'ladi. O'sha borarmikan ko'rishga? Yo'q. O'zbeklardagi mehr-oqibat hech qayerda yo'q. Men siz cholsiz deyman-u. Rostdan ham cholsiz-da. Fikrlashingiz ham cholladi. Bo'pti. Ko'p gapirma, ovqating ye. Senga ko'p narsani o'rgatishim kerak ekan. Birinchi ovqat yeyishdan boshlaymiz. Tez-tez katta-katta yeyish kerak. Chiroyli, kam yeyish kerak. Go'zal? Nima qilsan bu yerda? Sizni kutyapman. Nega? Obed olib keldim. Rostdan. O'tiring, birga yeymiz. Nima olib kelding? Shashlik, issiqni non bilan yeysiz. Nechu? Mehring jo'shib ketibdi. Bugun stipendiya oldim. Ko'rdingiz? Sizni mehmon qilaman. Siz ham meni qishloqqa olib borib, vaqtingizni ketkazib menga shuncha yaxshilik qildingiz. Obed ham qilmagandirsiz-a? Yo'q. Ko'rdingiz, sezdim-da. Romantichniy obed. Rahmat.
Osh bo'lsin. Ichkariga kiraman desam kirgizishmadi. Kirgizishmaydi. Boshingga g'isht tushib ketsa nima qilamiz? Kim javob beradi? Yo'q, tushmasa kerak. O'zi boshingga g'isht tushsa ham foydasi yo'q. G'isht sinib ketadi. Ichamda. Yeyinjim o'tirib. Bo'pti, bugun nechida bo'shaysiz ishdan? Kechroq chiqaman. Vaqtliroq bo'shing. Nega? Kinoga tushardik. Ikkilamizmi? Sen dodang bilan yurishga uylarding. Mayli endi. Bir kunga yigitim bo'lib turasiz. Bir kunga? Keyin sen menga kelin bo'lib turasan bir kunga? Xo'p, nima qilaman bir kunga kelin bo'lib? Ano atlas ko'yni lozim bo'ladi-yu, do'ppi. O'shalarni kiyib kelasan-da. Salom qilasan qurishda. Sizgami? Men seni erkaliging ko'tarsam, tekinga taksi bo'lsam, arzimaydimi? Rosa zvizda bo'lamiz-da, qurilishingizda ham zvizda bo'lamiz keyin. Zo'ru, zvizda bo'lamiz. Kontent olamiz. Endi siz qolasiz bloger bo'lmagan. Maqti mendan chiqmaydimi? Nega? Men shunaqa deb o'ylayman. Bugun chiroyli bo'lib ketibsan, Go'zal. Rahmat. Siroj akamni sevib qolgansan-a? Yo'q, chinmisan? Nima bo'lmasa ko'rishib yuribsan? Mana taksida olib yuribdi. Tekinga ovqat yeyapman. Zo'ru, ekonomda? G'alatiroqmisan? Ovqatingni to'lab olib yurishga boshqa yoshroq bolalar yo'qmi? Ular bunaqa pul ishlatmaydi. Mani erkaliklarim ko'taradilar. Menimcha sevib qolgansan, tan olging kelmayapti. Qizg'amassanmi yoki? Yo o'zing sevasanmi? Yo'q, akamlar-ku. Qizlar, qalaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Baqalo? Keling. Qorningiz ochmi Siroj aka? Och. Nima yeysiz? Men mana shuni yeyman. Nima manikidan yurgansiz? Ana boshqa zakaz qiling. Men shuni yeyman, ber. Yo'q. Ber, ber. Boring, o'zingizga boshqa olib keling. Yo'q. Bo'pti, bitta tishlab beraman. Bitta, kichkina. Kichkina tishlayman. Kamroq tishlang. Kamroq tishlayman. Siroj aka, O. kenayim kelin qidiryotganlar-ku. Men sizga kelin topdim. Kursdoshimiz bor, Nasi. Zo'r qiz. Chiroylimi? Chiroyli qiz. Nasib bo'lmaydi. Bitlaq qiz-u. Zo'ru? Bitlab yurasizmi-ki? Bitlab mazax yuramiz. Bo'lmaydi. Nima bo'lmas ekan? Men aytdim, bo'lmaydi. Nima rashk qilyapsanmi? Menmi? Sizni? Hech hamda. Jinroqmisizlar? Voy, ko'zing yetib turibdi-yu. Hech hamda.